Ismoilov, ikkinchi qism, ikkinchi variant, yozmish, 43-savoli. Ma'lum bir DNK fragmentining birinchi zanjirda joylashgan adenin, guanin va sitozin nukleotitlarining o'zaro nisbati 1, 2, 1,5 nisbatda. Ikkinchi zanjirdagi adenin nukleotitlari DNKning 12,5% ni tashkil qiladi. Demak, qanaqa ishlaymiz? Demak, DNKni yozib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, DNKni chizib olamiz. Quyidagicha DNKni chizib oldim. Adenin, timin, sitozin, guanin. Demak, timin komplementarlik asosida adenin, guanin, sitozin keladi. Nisbatlar birinchi zanjirda adenin va guanin 1:2 nisbat. Bu degani 1x, guanin esa demak 2x bo'ladi, sitozin esa 1,5x bo'ladi. Demak, bu yerda guanin 1,5x ikkinchi zanjirda sitozin 2x, timin 1x bo'ladi. Bu adenin noma'lum. Uni bizda foiz berilgan 12,5%. Demak, 12,5% yozib olamiz. Demak, timin ham 12,5% bo'ladi. Endi qarang, bizda vodorod bog'i bilan fosfodifir bog'ini farqi 422 taga tenglik aytilgan. Bizda qoida bor. Vodorod bog'idan fosfodifir bog'ini ayirsak, guanin + 2 chiqadi. Demak, guanin + 2 422 ga teng bo'lsa, guanin soni 420 ga teng. Bizda guanin soni birinchi zanjirda 2x ga teng, ikkinchi zanjirda 1,5x ga teng. Shunda guanin umumiy 3,5x teng 420 bo'ladi. X topishimiz kerak bo'ladi. 420 ni demak 3,5 ga bo'lishimiz kerak bo'ladi. 420 ni 3,5 ga bo'ladigan bo'lsak, bizda x'imiz 120 soni kelib chiqadi. Demak, biz x nechaga tengligini bilib oldik. Demak, 420 ni 3,5 ga bo'lsak 120 chiqdi. Endi boshqatadan yozib olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, boshqatadan DNKni chizib olaman. Demak, qarab turasiz. Adenin, timin, sitozin, guanin. Timin, adenin, guanin, sitozin. Demak, nukleotlarni mos ravishda x ga bog'liq qilib yozib olaman. Guanin 2x edi, ikkini 120 ga ko'paytiraman, siraj yozib ketaman 240. Demak, sitozin 240 bo'ladi. 1,5 ni 120 ga ko'paytirsam 180. Demak, guanin 180 bo'ladi. Bu yerda adenin 1x edi, demak 120. Bu yerda timin 120 bo'ladi. Bu yerda adenin 12,5%. Uni qanaqa topamiz degan savol bor. Bu 12,5, bu 12,5. Shunda bizda DNK o'zi masalan 50% dan iborat bo'ladigan bo'lsa, 12,5% bo'lsa, shunda sitozin, guanin, adeninimiz 37,5% bo'ladi. Ya'ni bitta zanjir 50% bo'ladi, ikkinchi zanjir ham 50% bo'ladi. Shunda bular ma'lum sonda 37,5% ga teng. Qo'shib chiqadigan bo'lsak, 540imiz, ya'ni 540 ta nukleotidimiz bitta zanjirda 37,5%. Bizda 12,5%imiz qancha deb o'sha zanjirdagi timin topishimiz mumkin. E'tibor berasiz, 3 marta kichkina, demak 180 bo'ladi. Demak, bu yerda timin 180, bu yerda adenin 180 chiqadi. Demak, biz har bitta nukleotidni, har bir zanjirda nechtaligini topib oldik. Demak, masalada topshiriqni bajarish tartibida birinchi, ikkinchi zanjir nukleotid tarkibini aniqlang degan edi. Biz topib bo'ldik. Endi masalani shartlari bo'yicha javob topib qo'yishimiz kerak. A shart. Ushbu DNK fragmentidan sintezlangan oqsil. Xo'p, umumiy nukleotid bizda 1440 ta. Demak, DNKda nukleotidimiz 1440 ta. DNKdan oqsilga o'tish uchun 6 ga bo'lishimiz kerak bo'ladi. 1440 ni 6 ga bo'lamiz. 1440 ni 6 ga bo'ladigan bo'lsak, 240 ta bizda aminokislota chiqadi. Aminokislota. Demak, massasini topish uchun 120 daltonga ko'paytiriladi. 240 ni 120 ga ko'paytirsak 28000 demak 800 soni kelib chiqadi daltonda. B shartini ishlab qo'yamiz. Demak, uzunlik toping degan 1440 ni 2 ga bo'lib 0,30 ga ko'paytirib qo'yish kerak. Demak, 1440 ni 2 ga bo'lsa 720, 720 ni agar 0,30 ga ko'paytiradigan bo'lsak 244,8 nanometr degan javob bo'ladi. C shartini topamiz. DNK fragmentidagi jam vodorod bog'lar. Vodorod bog'larni topishning oson yo'li umumiy nukleotidlarga guanin qo'shishimiz kerak. Guanin umumiy yig'indisi bizda 180, 240. Ya'ni 240 ga 180 ni qo'shadigan bo'lsak, umumiy 420 ta. Umumiy nukleotidim hozir topdik. Uzunlik o'lchayotganda 1440. Ikkalasining yig'indisi vodorod bog'ini beradi. Demak, qo'shadigan bo'lsak 1440 ga 420 ni qo'shib qo'yamiz.
Natijada bizda javob chiqadi 1860 vodorod bor. Demak, A shart, B shart va C shartlariga to'g'ri yechim bera oldik.